Assalomu alaykum akalar ukalar. Xudo xolisa Qarshilarda labo tayyor holatda akamizga yig'ma tent ma'qul bo'lganligi uchun ko'rib turganingizdek yig'ma tentlarimizni ustanovka qilib berdik. Har doimgidek balandliklari pol qismidan tom qismgacha 1.30 bo'ladi. Ya'ni davlat standartlari harakat xavfsizlik talablariga mutlaqo javob beradigan razmerda tom qismidan 22 sm chiqib turgan bo'ladi. Tentlarimiz keladigan bo'lsak, tentlarimiz har doimgidek koreyskiy tentlardan qilib berilgan. Zamoglarga e'tibor berib qo'yasizlar. Zamoglar ochilishlari juda ham mustahkam, o'rtada to'xtab qolish holatlari kuzatilmaydi. Xudo xolasa mana ikki tomondan ustanovkasini ko'rsatib o'taman. Ikki tomondan ustanovkasi akalar o'zingizlar bitta ko'rib baho berib olasizlar degan umiddaman. Chiroyli qilib akkuratlik qilib berilgan. Zanjirlar taqqilamasa, har doim aytib o'tgandek, qolgan joylari hech qachon taqirlab, asabiylarga tegib yurmaydi. Akalar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqinglar. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan akalaringizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.